Bu zatıq dərsimizdə olsa biz yəni app iç jarayonida yəni bir muhim bo'lgan qo'llanishchan qoral yani Baidu Yidong Tongji SDK'ni ishlatamiz. Hamda bu Yidong Tongji degan chog'da biz masalan nurg'un odamlarniki appni manchilik odam tushiribdi va kundamanchilik odam qo'zg'atyapti degan gaplarni anglaymiz. Unda bo'lsa shular zodi qandoq statistika orqali shunday uchurlarga erishgan degan chog'da shundoq desam fan Yidong Tongji yoki bo'lmasa o'zi maxsus Tongji qilgan yozgan degan so'ng. Hamda o'zimiz yozsak bo'ldi nurg'un narsalarni, o'zimiz yozsak bo'ldi. Lekin hamda ba'ziga kelgan chog'da mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli kuch jihatdan bo'lsin va yoki mayli vaqt jihatdan bo'lsin, mana shu uchinchi tarafniki nurg'un qulaylik narsalarni ishlatgan chog'da bizga nurg'un qulaylik, vaqt va nurg'un ziyanni tejab qiladi, nurg'un energiyani tejab qiladi degan so'z. Hamda bu uchinchi tarafniki narsalarni ishlatgan chog'da ham diqqat qildigan ayollarimiz hamda amal bor cho'ngaroq yani ishlatganimiz yaxshi. Nimishga desanglar, uzun muddat berilishlik bera oladigan, osonlikcha ba'zi turlardan voz kechmaydigan yerlarnikini ishlatganimiz yaxshi. Hamda bu Yidong Tongji bo'lgancha yana o'xshashlar Baidu Tongjiniki bor, Baidu Tongji bor, ananiki Yumong'niki bor. Yumong Tongji bor. Tongji deganda qatorliq bir qator Yidong Tongjilar bor. Bu ham bizniki so'zlaydiganimiz asosli so'zlaydiganimiz Baidu Tongjinikini qanday ishlatamiz, qanday o'rnatamiz degandek, shunday masalalar. Hamda Baidu Tongji bo'lgan chog'da buniki SDKni tushirish adresi m-tongji.com. Yani Baidu.com. Menga qaraydigan bo'lsak, buni SDK Shazay deb turdi, SDK Shazay deb turdi. SDK Shazay bo'lgan chog'da menga qaraydigan bo'lsak, buni qaraydigan bo'lsak bir qancha SDKlar bor bu yerda, bir qancha 应用统计分析的游戏统计分析、广告营销统计分析 SDK degandek bir qancha SDKlar bor. Biz odatda shu jicho fenshini tanlasak, ananiki bu yerdan tushasak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bu yerdan mana tanlamasak, Mao Crash fenshi degan tanlasak bo'ladi. Hamda yoki bo'lmasa biz jicho fenshi deganni tanlasak bo'ladi. Hamda bularning qanday aloyihligi bormish, Baiduniki fan to'g'ri chiqib bizlarni ko'rib baxsangiz bo'ladi. Hamda shu SDKni biz tushagandan keyin shu SDKni biz tushagandan keyin bu SDKni biz yaysak, SDKni yaygandan keyin navbatdagi nashri mumkin. Ya'ni buniki SDKni yaygandan keyin menga qaraydigan bo'lsak, LIBSning ichida bir jar hujjat bor. Bu jar hujjatni biz ko'chirib chiqib, o'zimizniki shu sistemdagi LIBSni ostida qo'yamiz. Andan keyin amal bor buni demosidagi ba'zi narsalarni ko'chirib kirsak, bu taqinroq bo'ladi. Demosidagi ba'zi narsalarni ko'chirib kirsak. Endi demosini ochganchada biz shu Xcode bilan chiqarak. Mao tushunchalarni hammasini olib kiramiz, Mao tushunchalarniki hammasini olib kiramiz. Endi bu tushunchalarga kelgan chog'da to'rni ishlatish kerak, balkim to'rniki oltiga diqqat qilish kerak, o'zgarishiga panduan qilish kerak degandek, shuning uchun biz tushunchalarniki amal bu hammasini olib kirishimiz kerak. Tushunchani qo'yib bo'lgandan keyin yana davomli qaraydigan bo'lsak, Meda My Application debdi, My Application debdi. Buni vaqti kelgancha ishlatsak bo'ladi. Eng muhimi Meda Mao bizniki K ya'ni K'ni cho'qim kirishimiz kerak. Bu applicationning ichida bo'ldi, juma bo'ldi. K'ni. Bu K'ni qanday iltimos qilamiz birdamlik so'zlaymiz. Uni ostida qaraydigan bo'lsak, Meda chudo dedi. Chudo nima biz cho'qim yozishimiz kerak. Bu chudami keyin Yidongniki shu Tongjisini finish qilgancha nihoyat muhim rol o'ynaydi. Qolganlarni ham o'zimizniki ehtiyojiga qarab olsak bo'ldi degan so'z. Qolganlarni o'zimizniki ehtiyojiga qarab olsak bo'ldi degan so'z. Endi asosiy kirgan narsalarimiz shu ikki muhim narsa, shu ikkisi, muhim cho'qim kirishga tegishligimiz shu ikkisi. Unda olsa biz Torbitiga qaytib, bunda olsa men download agar jonxorimiz bo'lsa download qilsak bo'ldi. Jonxorimiz bo'lsa download qilsak bo'ldi. Jonxorimiz bo'lmasa
tizimli kirgandan keyin tizimli kirgandan keyin bu yerdan Shinzon deb bu yerda Androidni tanlab masalan demo m.tongji deb appni ismini yozib qo'ygan ekan, bu yerdan Byorun Tongjini tanlab, bu yerdan o'zimizniki mos keladigan masalan shunga tanlab mos keladigan qolganki shay bo'lgan ekan bizga appkni chiqarib berdi, mana appkni. Appkni chiqarib bo'lgandan keyin biz qaytib appkni chiqarib bo'lgandan keyin biz qaytib bu yerdagi appkga yozamiz, mana bu yerdagi appkga yozamiz. Undan keyin bu yerdagi o'zimizniki chudosini ben üstündeki sonunda olsa ben names'ini özgürtmemiz, biz fakat value'sini özgürtmemiz ama ama çudasını biz özümüzdeki çudası özgürsek bo'ldi degan so'z. Mesela bu chudo degan nima degan chaqda bir appni bo'laklagan chaqda balkim bir qancha chudoga bo'laklashimiz mumkin-ku. Mesela chunki tarqalishiningki qayerda yaxshi bo'layotganligini bilish uchun balkim masalan ma'lum bir tor bekatga masalan ulanishkomga masalan ulanishkomga bekitgan bo'lsak, masalan, ulanishkomga e'lon qilgan bo'lsak, unda ulanishkom download deb qo'ysak, unda zot ulanishkomga shundaqsa mush qitim da'vo qilganni biz ulanishkomniki tushirish degan yeriga unda qo'yib qo'ysak, masalan, u chaqda shu ulanishkomdan zot qancha odam zot ulanishkomdan tashviq qilganni tushadi deganni biz mush orqali bilalaymiz degan so'z, ba'zi chudolarni. Bu tashviqotniki masalan chiqish kelish tashviqot chiqiminiki qayerga chiqib ketganligini bilishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Endi biz hozir bunda deb yozib qo'ydik, masalan, mornalati buni xalqancha bir yozib qo'ysak bo'ldi. Undan so'ng biz zada masalan, undan so'ng tongjin zada nerda ishlatamiz degancha o'sha activity'niki yoki bo'lmasa o'zimizniki o'sha fragment deymiz endi. Fragmentda ishlasak bo'ldi. Endi activity qanday ishlatamiz degancha bu nihoyat oddiy. Biz faqat on resume tushunchasi bilan on resume tushunchasi bilan on pause tushunchasini qayta yozib mishaga bizankin baydoniki state baydoniki tamam yaxshi bunikini endi yodlamagan cho'qim shuni qarab chiqirlar. Mesela xalqim birisini assak. Qaradamsa mana state paper state MOA state servizer qilib on resume ga desktop bersak bo'ldi. On resume ga desktop bersak bo'ldi. Aniki ma'nomi o'xshashla on pause ga desktop bersak bo'ldi. Demak, mushu navbatdagi activity'ni jishun qila oladi degan so'z. Endi biz odatda bunday ishlatmaymiz. Biz odatda masalan ma'lum o'zimizniki bir ma'lum bir base activity deb qurib olib masalan extends activity deb navbatdagi bizniki mana shu ikkisini biz shu base activity'ni ichiga yozib base activity'ni ichiga yozib biz barliq activity'larimizga shu base activity'ni jishon qilib mansoq bo'ldi degan so'z. O'chada avtomatik o'zimiz birligiga yozamiz degan so'z. O'chada tongjini birligiga yozamiz degan so'z. Hozir ham mana shuni yozib bo'ldik. Undan so'ng buni qo'zg'atib biz
Tongji derhal çıkmaydı bunlar. Derhal çıkmaydı. Bir derhal görünmeydi. Fakat bir 10 minutdaki 15 minutdaki ne yap yazılgan çağda şu çağda anandaki Tongjini köreleyimiz degan so'z. Hozir masalan Tongjini biz qo'zg'atib bo'lgandan keyin Tongjini biz qo'zg'atib bo'lgandan keyin bir qancha qitim qayta qo'zg'atsak masalan biz keyin ma'lum bir Tongjilik ega bo'lgan chog'da qaraydigan bo'lsak mana shunda Tongjil chiqdi. Bayduniki Tongjisini ichida mana shunda Xo'yu dosye degandek nurg'un narsalarni biz mana shunda ko'ralaymiz. Undan keyin yana bir yaxshi yeri masalan qanday xatoliklar chiqdi degan nima biz ko'ralaymiz. Bu yerda mana so'v bogo degan nima biz avtomatik ko'ralaymiz degan so'z mana. Endi bu Tongjiniki yaxshi yeri o'sha yerda. Undan boshqa nurg'un narsalar endi shu Tongjiniki masalan altını ko'rish orqali ba'zi narsalarda biz o'zimiz masalan qaysi betlarni ko'rdi deganga qarash orqali biz nurg'un narsalarni bilalaymiz ham shuni ichidan. Nurg'un narsalarni bilalaymiz. Endi qaysi betlar bekerak haqli ko'ngil bilyotdi degandek masalan so'ye deganga qaraydigan bo'lsak 1 million odam kiribdi degan so'z. Shunga o'xshash endi Tongji Baydo Tongjiniki shilt so'limi shunga o'xshash oddiylar ham shunga o'xshash oddiylar diqqat qilganlar bayon qilganlar. Ma tushdan belgilagan chog'da anandiki ma IPPK ni belgilagan chog'da tushunchani belgilagan chog'da diqqat qilsak anandiki mana o'xshash unresume bilan unresume degani qaytib keldi. Pause degani o'sha activitydan ayrılib oldi. Shunga o'xshash Tongji qilib davomli fikrlab buni tadqiq qilmoqchi bo'lsanglar bayon qiling. Sen shularni o'zingni fikrlab ko'rib baqsang bo'ldi.